Er xotin qo'sh ho'kiz deyishadi bizning dono xalqimiz, lekin qaysi ho'kiz biz buni bilmaymiz. Assalomu alaykum qadrli muxlis. Bugun biz hovlimizning o'rtasida radio eshittirishimizni olib boramiz. Bizning radio eshittirishimizning mavzusi esa bugun kunning dolzarb mavzusi bo'lgan xotin qullari haqida gaplashamiz. Bugun bizning mehmonimiz Botirxon xotin qulini davramizga taklif qilgan. Assalomu alaykum Botirxon xotin quli. Xush kelibsiz bizning studiyamiz markaziga. Marhamat, o'tirib oling. Charchamay keldik. Xotin quli, xotininikilar. Charchamay keldingizmi? Ishlar yaxshimi? Xush kelibsiz. Biz sizga 4-5 ta beradigan savollarimiz bor. Bu savollarni sizga beramiz. Botirxon xotin quli, sizga birinchi berib o'tadigan savolimiz, qanday holatlarda erkak kishi xotin quli bo'lib qolishi mumkin? Siz qanday xotin quli bo'lib qolgansiz? Endi birinchi holatlarda qaynotadan qarz olganda. Ikkinchi holatda qaynakani orqasiga tiqib. Endi uchinchi holatda suyukli qaynona jonimni o'g'li bo'lganingizda-da. Qaynona onajonisini o'g'li bo'libdi, ana ko'rdingizmi? Yigitimiz uddalagan xotin quli bo'ldi. Albatta. Botirxon xotin quli, sizga bizning ikkinchi savolimiz, siz o'zi nimaning quli bo'lishni orzu qilgansiz? Aslida ana buni quli bo'lishga qiziqqandim. Nimani? Xotinlarning xarakteri hammasi shunaqa ekan. Shunga qiziqqansiz. Shunday. Lekin uddala olmadingizmi? Nima bo'ldi? Nimaning quli bo'lib chiqdingiz oxirida? Xotinning quli bo'ldim. Bunday qarab tursam hammasi bir xil ekan. Xotinlarning xarakteri. Tushunarli. Botirxon xotin quli, sizga bizning uchinchi savolimiz, sizga bu yuqumli kasallik qayerdan o'tdi? Qaysi do'stlaringizdan o'tdi? Sanab bera olasiz? Albatta. Temir, Dilshod, Bunyod, Yorbek, Shohzod, Sherali va menda yana sanaydigan do'stlarim. Yorbek, Yorqin, Mehmonali, Murmuhsin, Davron, Nuriddin, G'olib, hammasidan bor. Xullas sanaydiganim juda ko'p, hammasini toshlarim. 50 ta sinfdoshingizmi? Ha, конечно. Shunaqa xotin qullar ham ko'payib ketgan. Albatta. Botirxon xotin quli, sizga bu xotin quli bo'lmasligi haqida kimdir paniyatka berganmi? Albatta. O'zimizda eski qadrdon akalarimizdan Garik akam. Ko'p joylarda rishat qo'ydi. Yana ulug' traktorchi, Azamat usta va qolaversa Davron karchi. Tushunarli. Aytmoqchi, men nonga chiqdim, men ketaman, bo'pti, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xotin nonga borgan. Mana ko'rdingizmi, qadrli muxlis, bizning xotin qulilarni. Mana jamiyatimizning eng kuchli xotin quli bo'lib qolishdan o'zi asrasin. Har doim o'zingizni xotin quli bo'lib qolishdan asrashingizni so'rab qolamiz. Bugun bizning studiyamiz homiylari momomning pirashkilar va Qo'chqor bobomning nosvoylari. Bizdan yiroqlashmang. Bizda ham vaqt bo'lib qoldi.